Hammaga salom ahli YouTube. Bugun 11-iyun 2025-yil. Nukusovskiy rayonida Beryozovkada kechki kuzgi karam ekish jarayoni. Bu tomonlar ekilib bo'ldi. Ko'chatdan boshlagan kasetalar 12-12-144 ta ko'chat sig'ayapti gazetaga. Bu yoqda bo'sh joy bor. Kapelning lentani atfota kapelni olgan. Bu esa aprelda ekilishni boshlangan, ya'ni 20-aprelda ekilgan eng ertaki karam 7 gektar chiqadi. Tepa tomonda yana ikkita 7 gektarli bor, ya'ni общий 14 gektar. Ko'k ko'rinib turgan bo'lsa bino balagan. O'sha tomonda. Eng oxirgisi. Общий shu yerda 28 gektar. Eng oxirini bu yoqqa yeyapmiz mana. Eng kechki sovuqda qishda pishadigan karam. 20-26 aprelda ekilgan karam jumla ancha qattiq bo'lgan, qattiq. Ancha bir oy yo'qda pishib bo'lsa kerak. Mana karam. Belki traktor kultivasiya yurib qo'ydi. Yerlarni yumshatib. Undan oldin chopiq qiluvdik, chopib chiqqanmiz. Karomlar holati zo'r, menimcha ancha ushlab qo'ygan. Kuzgi karamlar mana. Ha? Mana bu joylarga ko'chat tashlanadi. Bas sovuqda qum bilan yumshab ko'mib chiqiladi. Shu joyda ekib olsak, o teshyapti nimani? Salfanni kengaytirib, chuqurlashtirib ozgina. Shu joyda eksak, ko'k o'simliklargacha. Yog'i ekish tugaydi. Xullas shu balaganda oldidan shu daraxtlar turgan joygacha yigirma 8 gektar bor. Xullas 7 gektar qoldi. Bu tomonda hali salafan tortilmagan joy ham bor. 3,5 gektar. Menimcha bu tomonga Makka yoki Pekinga karam ekish rejalashtirilyapti. Balki ekilmasligi ham mumkin. Ekilmasa bizga yana ham yaxshi bo'ladi. Ekishdan odam juda zerikib ketdi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.